Assalomu alaykum barchaga chorva olami obunachilari hamda bo'g'oz ishqibozlari. Mana bugun sizlarga Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanidan har doimgidek o'zimizning xonadondan ozgina 2 dona bo'g'oz molimiz bor. Sotuvga chiqaryapmiz akalar. Hafta kuniga juma 2026-yil 6-mart sanasida turibmiz akalar. Kimga sifati biz bergan ma'lumoti to'g'ri kelsa, ekrandagi nomerlarga 95 059 33 36 ga aloqaga chiqaverasizlar akalar. Xo'p, yeb ichishiga, tanajoni sog'ligiga garantiyasini beramiz. Havodan yuqadigan kasalliklarga garantiyasini bermaymiz. Boshqa hamma joyiga yeb ichishiga, tanajoni sog'ligiga garantiyasini beramiz akalar. Lekin bizda mana havodan yuqadigan kasallikdan hech qanday alomati yo'q. Ko'rib turibsizlar akalar. To'tala oyog'i sog'lom, yeb ichishi zo'r. Borganda doktorlaring bilan tekshirib olaveringlar behijolat mana akalar. Kimga yoqsa aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, sizlarni ko'p kuttirmagan holatda mollarimizni ma'lumotini berishlikni boshlaymiz. Yetuy bo'g'oz kerak menga, noldan sigir qilib olaman degan aka-ukalarimiz uchun mana bunimiz bor, kuni qolgan. Xudo xolasa borib boq tug'adi bu birinchi qoringa akalar. Hop, mana bunimiz bor. 4 oylik bo'g'oz ham qornida bolasi bo'lsin, ham tagida suti bo'lsin degan akalar uchun bu mana suti bor bo'g'oz so'ragan ko'p edi. Sizlar uchun mana tovib olib kelib qo'ydim akalar. Suti bor deyapsan. Nimaga buni yelini hozir kirib turibdi degan akalarimiz bo'lsa, mabodo ichimizda. Buni akalar hali yarim soat bo'lgani yo'q, sog'ib olganim. Sog'ib oldim. Hop. Mana shu molimiz ham puli Xudo xolasa bugunga qulay qilib chiqarib berishlikka harakat qilaman akalar. Demak, sizlarni ko'p kuttirmagan holatda mollarimizni ma'lumotini berishlikni boshlaymiz. Hop, dastavkasiga o'ylanmaysizlar. Dastavkasi har doimgidek vodiy bo'ylab besplatni voha tomonlarga kelishilgan holatda qilib berilaveradi akalar. Vohaga sotsak 10 million so'm oldindan zakolat tashab berasizlar. Qolganini shofyor akalardan chiqarib o'raverasizlar. Vodiyga kelishib qolsak akalar, vodiyga 500 ming so'm yo 1 million so'm zakolat tashaysizlar. Qolganini shofyor akalardan beraverasizlar. Vodiyga 500 ming so'm zakolat ham yetadi. Hop. Mana akalar. Mana bu suti bor molimizdan ma'lumotni berishlikni boshlaymiz. Hop. 4 oylik bo'g'oz, suti ham bor tagida. Ertanman kechqurun aka-ukalar 3 litr sut olyapman men. Ertanman kechqurun 3 litr sut olyapman. Bag'i oxirga qarab, oxir yaxshi bo'lsa ko'payaveradi. Menga kelganda akalar mana shu mol 2 litr sut beryapti o'zi. Oxirga qarabda, jicha ovqatni ko'proq berdik. 3 litrga chiqdi bag'i oxirga qarab. Buni tutalash yelini ishlashiga, yuvoshligiga, tep suzmasligiga garantiyasini beraman akalar. Hozir suti bor deyapsan, nimaga yelini yo'q deganlarga yana takroran aytayapman. Yarim soat bo'lgani yo'q molni sog'ib olganimga. Yarim soat bo'lgani yo'q. Xo'p, kurakchi 6 dona 4 oylik bo'g'ozligiga garantiyasini beraman. Ikkinchi qoringa bu bitta tuqqan akalar. 4 oylik bo'g'ozligiga garantiyasini beraman. Mana shu mol boradi. Bo'ylari 1.15, bo'ylari 1.15 akalar. 1.15 dan yuqori chiqyapti, 1.15 ga olaverasizlar. Hop. Demak, narxi eng qiziq yeri akalar. 22 million kami xayri bor. 22 million kami bor. Telefon qilaverasizlar akalar. Kimga yoqsa. Mana. Zo'ridan. Endi mana bu yetuy bo'g'ozimiz bor. Noldan o'zim sigir qilib uzoq yil yetalab yuraman degan akalarimiz uchun bu. Ana bokda dimlagansan desalaring adashasizlar. Yo'q, bo'g'ozni dimlab bo'lmaydi akalar. Xudo xolasa kuni qolgan. Borib boq tug'aman deb turganini. Mana akalar. Xo'p, kurash chiqmagan bo'zak birinchi qoringa. Buni ham mana yuvoshligini ko'rib qo'yishlaring mumkin akalar. Mana yuvoshliklari qo'l qimirlamaydi. Mana akalar. Shved paroda ekalasi ham akalar. Demak, sizlarni ko'p kuttirmagan holatda bunisini ham ma'lumotini beramiz. Yetuy bo'g'oz
Bo'ylari 1.25 chiqyapti. 1.24 ga ham olaverasizlar. Kurashchi chiqmagan, hali buzak, birinchi qoringa akalar. Bu molimizning narxiga akalar 25 million kami xayri bor. Kimga yoqsa aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p. Mana ko'rib turibsizlar akalar, mollarimiz sog'lom, xudo xolasa kimga yoqsa aloqaga chiqaverasizlar. Narxini xudo xolasa yaxshi aytdim deb o'ylayman. Kami xayrib, kami g'ij-bij akalar. Behijolat telefon qilaverasizlar. 24 ga 7 telefonimiz yoniq. Aytilgan narxlar muhim emas. Sizlarga yoqsin, telefon qilinglar. Xudo xolasa kelishtirib beraman akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda diydor ko'rishguncha